Assalomu alaykum, hurmatli Solar Nature Namangan rasmiy dilerlik kuzatuvchilari. Navbatdagi obyektimizga 15 kilovatlik quyosh fotoelektrik stansiyasini o'rnatib berdik. Bunga ketgan mahsulotlarimizdan Bonji 9 580 wattlik hisoblanadi. Nega aynan 9 ikki taraflama deyishingiz mumkin. Buni bir taraflamaga qaraganda 5% dan 10% gacha samaradorlik ko'proq hisoblanadi. Konstruksiyamiz otsinkovkali bo'lib, zanglashga va chirishga ancha mustahkam hisoblanadi. Keyinchalik boshqa joyga bemalol ko'chirishingiz mumkin bo'ladi. Invertorimiz D invertor 20 kilovatlik qo'yib berdik. Sababi keyinchalik mijozimiz 5 kilovatlik quyosh panelini qo'shishlarining imkoni bor. Sizga ham shunday sifatli xizmatlar yoki mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Solar Nature'ning Namangandagi rasmiy dilleriga murojaat qilishingiz mumkin.